Shunaqa gapmiz. Bozorga qilyapmiz. Mana qara, mana drama dediler. Nasıl boşta? Ha boş. Neler gene mi ne? Boş. Yakında 300 Şuna. Ana yaxshi ko'rgan o'yin. Hammaga, bu meni o'rtog'im Samira. Ikkinchi kommentariy yozishgan ekan, o'rtog'i Samirani ko'proq qo'ying. Mana qo'yapman. Hay. Bugun sizlar bilan So'ngsu rayoniga boramiz. Yaqinda meni yaxshi ko'rgan celebrity Munisa Dazayeva mushta bo'ldi. So'ngsuga o'tgan safar ham bordik. Hatto cute kafeshkalar, kafelar, keyin kosmetika brendlari bor. Shularni ko'ramiz. Wow, wow. Ozga o'tarmidingiz? Ha, конечно. Конечно. Yaqin ekan-ku. So'ngsu bizga bir qadamda. Mazza. Qaralar ertaga o'xshaydi. Republic уже kirishimiz bilan mana brendlar bor do'stlar. Mutba. Neydi başım gerek? Malzeme devam. Cho'zibga turadi. O'zbeklarku. Ajab qo'ymayman. Chiroyliligini qaranglar. Mana xuddi o'sha spot Munisa Rizayeva ham shu yerda stories qo'ygandi. Kalmarda naqasini xuddi shu joyda o'rtog'imga ko'rsatdim. Davay seni olib boraman deb keldi-da, to'g'rimi? Bizga vasha yaqin, 4 minutlik yo'l xolos. What? Yaqinda 3-chi sezoni chiqsa, batlar ham yomon bo'ladi. Ujin bo'lgayim. So'qshirga qop-qora bor. Mushinsa degan joyga olib keldim o'rtog'im.
Samira. Akam qo'ymaydi, akam qo'ymaydi. Akam qo'ymaydi. Dashitdan qidirish kerak edi. Qarang, qolsa. Endi ko'ngilni qidirmasdan. 40 ming ekan lekin chakda. Yaxshi. Bitta mali yubkam 60 ming olgan. Mana qizlar. Sizlarga kiyimlarni obzor qilib beraman. Bular hozir issiq, bu sezonga hozir. Lekin bulardan ko'rsam qizil ko'ylek. Majbur. 46 ming. Кофта наконец-то. Mana shunaqa ko'p kiyishadi. Ayniqsa asiga shtima bas, qora shimlar bilan kiyishadi, har xil shimlar bilan. Ko'raysizlar. Mana shunaqa молочныйsi. Yubkalar прикольно. Kiyimlar ajoyib kiyim, ajoyib materialdan kiyimlar. Men rosa mashhur. Shu tip yubkalar. Sizlarga fashion, modani jinsini ko'rsataman. Koreyadagi. Yozda ham shunaqa kiyib yurishadi. Даже uzunlaridan. Menga bunaqalar olsa ham yoqadi. O'tinish pul 79 ming. 40 minglari ham bor, no? Mana shu zo'r-a? Ham kiydiramadagida. 79 ming. Kostyumlar. Desam 1 ming. Bitta 0 qo'ysalang yoki 9 ga ko'paytirsalang O'zbekistonga. Shunaqa. Kelaman. Davom etamiz. Nomcha 59 ming. Прям костюмге музыки. Как раз. Немножко потемнее. Кофтада. Alhamdulillah. Oydan chiqadi. Reklamная pauzada chuchkurib. Va, bunlar ajoyib narsa. Narxini ko'rsataymi? 46 ming. 9 mingga bunaqa top shunday tashlab olsalang. Kimga qiziq bo'lsa. Voy, juda kerakli narsa desam. Sumkalar. Sizlar bilan bunaqa pop-up store'ga kiramiz. Rom at Beautyholics favorite. Beautyholic degani xolos chiroy, krasota, kosmetikaga qiziqadigan odamlar beautyholic deyiladi. Попробуйте try on ko'rishyapti. Ishlatib ko'rishyapti. Ana yaxshi ko'rgan o'yingizni faqat kosmetikaligi. Bunaqa oddiy kofta bunaqa o'zida. Vau. Sumkamga keyin ilib yursam bo'lar ekan. Vau. Qarada cute. Mani obunachilarim so'ragan. Men obunachilarimga yoqadigan joylar ekan. Kelsalaring Songsuda shunaqa joy bor. O'ynab kosmetika yutib olasizlar. Hamma joy pishdi. Voydot. Mana shunaqa. Va, rumyanaga? Ha. Men ezib tashardim lekin. Let's try on ko'ramiz. Wow, I have these.
hozircha yaxshi, lekin uchirmoqchi bo'lsalar ham hozirgi ko'rsataman qanday uchirishni. Mana yerda olamiz quruq salfetka, vata, keyin buni biroz ezamiz, keyin bemalol michelarkada uchirsa bo'ladi. Oy momolarim, men sizlarga hozir yana bitta narsa ko'rsataman. Menimcha ko'proq qiz bolalar tomosha qilsa kerak bu vaqtda. Qora pomada topdim, har xillarni ham topdim. Bunday qilib bo'yashimiz обязательно emas. Buni batga qo'yib turamiz. Qiymatda одноразовыйlar bor. Shundan ishlatamiz. Men qora pomada hech qo'ymaganman, shuning uchun ham sizga chiqmaydi. Ölmez kaşığı yoksa kullanıyor. Çok az. Kaşığım bilen, yukarı yufkan bilen, Wednesday gibi basam gerek. O zaman Wednesday'de tug'ilganman, chorshanbada. O'rtasiga qizil qo'ysam keyin. Prям manyaklarga o'xshab, vampirlarga o'xshab. Tezda cho'rishim kerak. Ну, nimagadir yarashgan deb o'ylayapman menga. Yarashdimi, kommentariyada qoldiringlar yoki yoqaversin. Baribir uchiraman, boshqalarini try qilib ko'rishim kerak. Qalay turdi? Hozir yarimni uchirib oldim lekin qora bilan Krasivo. Krasivo. Rahmat. Men o'rtog'im doim menga yaxshi gapiradi. Xullas buni uchirdik. Ozgina qizg'arish bo'lib qoldi. Endi sizlar bilan batib ko'ramiz. Mana bunaqalar red heat va boshqa прикольный pomadalar. Bitta hammasini qilib chiqmasak ham ko'ramiz hozir sizlar bilan. O'zi beauty vlog qilib qo'ysam bo'larkan mana. Qana rangligini bilmadim, ochib ko'ramiz. Bu bunaqa ekan. Matmi? Suymas. Yo'q. To'g'risi menga bunaqa pomadalar uncha yoq ko'rmaydi. Buni qo'ymay qo'yaveraylik. Ko'proq suyuq pomadalar yaxshi ko'raman. Birinchilar bilan ochib ko'ramiz. Yoqsa keyin choy qilib ko'raylik. Hammasini choy qilmasdan qo'yavermasdan. Color analysis qilsalar ham bo'laveradi o'zlari. Mana bitta yana pomadalar, boshqa narsalar. Mana yo'qdir. Sizlar sotganmanmi? Qizing Samira. Да. Токчи. Токчи. Сяшро. 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 Qalila qizlar. Zo'ra. Kalsın. Vah. Sizler bilen personal color diye İngilizce. Card. Bunun kartlarını nasıl kullanacağız?
dark autumn ekanman. Brightness tone U average. Orange, skin saturation yellow. Average shunaqa ekan. Oho, yetti. Shuncha odam bilan compare qilibdi. Type descriptionga kirsak, deep menga shu colorlar to'g'ri kelar ekan. Bular bas, shunaqa. Beauty tipga kelsak, create smooth skin by using foundation that matches your skin tone, at least is brown. Menga to'q ranglar yaratgan. Product recommendationga o'zini produktlardan rekommend qilyapti. Tavsiya styling tipga combine dark. Menga shunaqa kiyinish kerak ekan. To'q, hozir kiyib turgandaqa kostyumlar bilan accessories with yellow and golden rose. Men demak sili kumush rang bas. Tilloli naqalar qilishim kerak ekan. Pearls, jemchuklar taqishim kerak ekan. Wow. Get more information. Email'imni yozsam, email'imga borar ekan. Hozir yozaman. Уже email'imga ketgan result. Уже keldi mana. O'rtog'imga strong winter, menga dark autumn. Прикольно. 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 Shunaqalar ham bor, lekin bularni ko'rmayman. Ko'rsanglar bo'ladi. Va albatta har xili bor devorda. Biz boshqa lokativga keldik. Ikkinchi etajga. Shunaqa magazin, narsalar bor, qiziq. Sumkalar. Как раз menga sumka kerak edi. Aksessuari. Qaralar. Zo'ra. Kepkalardan ko'ra sumkalar qiziq bo'lsa kerak. Wow. Uyda kattaroq bo'lganda olishim mumkin edi. Что у меня есть ноутбук. Кошелькlar, farqli. Narxlarni ko'rsataymi taxminan? Nega qo'ymayapti? İçide ekan. 8 ming. Qilsamda. Menga yoqdi lekin. Zo'ra. Sizlarga ko'rsataman. Zakrukalar, qistirg'ichlar va bunaqa cute. Voy, qattiq ko'rsatib. Yoqimli. Qarang, Sabira. Qarang. Avo. Maska chiqaradigan arxashamlar shunaqa. Endi bu yerda hamyon kashtuklar har xil. Yana sumkalar. Etajga chiqyapmiz tepaga. Aksessuarlar, kiyimlar, sumkalar. Sizlarga ko'rsatib beraman. Shundan boshlasak. Shimlar, koftalar.
narxlar bilan tanishtirsam sizlarga 8000 won. Yaxshi. Mazur. Ha, xuddi shunaqa yasardim uyda. Xuddi shunaqalar. Zujuqa gapmiz. Seni har kun ko'rgim keladi. Ha? Balerinasman, kapuchinoman. Mi. Balerina kapuchino. O'shani davomi, bolachasi. Sen qilganlar so'ng to'ni. Hayot. Hayotimdagi hayot. Senadir hayot. Kechalari yoqimli. Kechalari sehrli. Kechalari zilzuli. Orzuli. Mazda shunaqa sayr qilish. Mana 17 ham keldik bu yerda. So'ngsuv bir qadam, Dongdemon bir qadam. Myeongdonam, Hongdae. Hammasi yaqinmiz universitetga. Shunaqa. Universitetimiz tug'ilgan kuniga bag'ishlangan, payshanba kuni. 3-may kuni bo'ladi payshanba. 15-may kuni 66 ga kiradi biz universitetimiz. Shuning uchun hammaga dam. Mana o'zimiz mahalla. Bozorga qilyapmiz. Hayotim Shahzodani, Munisani go'zayman. Muzikadan ishlayapman, juda ham yoqadi. Shu eziladi xullas. Voy. O'rtada buni vlog etsam bo'lmasdi, etmasam bo'lmasdi yoki orqamizda muzikaliy shkolasi ham bor. Muzikaliy department. Skripkada ovoz eshitilyapti, bilmadim sizlarga eshitilyaptimi. Yaxshi ham shuni stadionga qurishgan. Bizning yotoqxonamiz oldiga bas yoki glavniy joyga basda. Uni qiy-chuvlar bilan jim bo'lib ketadi. Muzikani ovozi matdi stadiondagi. Shunaqa. Mana shunday. Xullas, biz vlogni yakunlaymiz. Do'stlar, sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, podpisatsiya bosishni, kommentariya qoldirishni unutmanglar. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.